Bir bor ekanu, bir yo'q ekan. Olis bir qishloqda Qizg'aldoq va Lola ismli qizcha bo'lgan ekan. Qizg'aldoq kitob o'qishni juda ham yoqtirar, singlisiga ham o'rgatar edi. Ular miriqib, kuni bo'yi kitob o'qishar, birga aylanishar, suvda o'ynashar edi. Qizg'aldoq singlisini juda ham yaxshi ko'rar edi. Ular uyga kelib, charchab uxlab qolishdi. Qizg'aldoq birdan uyg'onib ketib, tashqariga chiqibdi. Qizg'aldoq qarasa, bir qizcha turgan ekan. U uyqusirayotgan, ma'yusdek unga ko'rinibdi va u qizcha Qizg'aldoqning oldiga kelibdi. Ular do'stlashib olishibdi. Qizg'aldoqni u qizcha uyiga taklif qilibdi. Qizg'aldoqqa sirli va sehrli narsalarni ko'rsatar, u bilan birga tayyorlar edi. Qizg'aldoq unga juda ham qiziqib qolibdi va uning onasi uyiga kelib damlama tayyorlayotganda Qizg'aldoq uxlab qolibdi. Uning onasi uni ushlab olib, unga damlamani beribdi va tushuntiribdi: sen buni oborasan. Va Qizg'aldoq singlisi bilan o'ynayotganini u shar orqali ko'ribdi va u ma'yuslanib qolibdi. Sirli qizcha esa unga sehrli damlamani berib, uni o'z uyiga kuzatibdi va u singlisini mahkam quchoqlab, seni endi yo'qotmayman deb